keldik. Bu nimani endi bir dona qizim bor, marhabo qizimdan bo'lsa kerak deb o'ylayman bu sovg'a. Rahmat. Maşallah ko'z tegmasin deymiz albatta. Oy yuzli nur yuzli farishtangiz, bugun go'zal betakror qizingiz sizday onajonlari borligidan faxrlanib, qalblari mehrga to'lgan. Zero qalbimning darmoni, onajonim, bebaho boyligim deya ushbu lahzalarni sizga inom aylab turgan go'zal betakror qizingiz marhabo xo'janomlardan tabriklaymiz. Albatta go'zal izhorlarimizga nevarajoningiz, bebaho boyliklaringiz Maftunaxon hamda Mirfaljonlar ham hamrohlik qilishmoqda. Ko'z tegmasin. Ana yangang bilan chekmay. Mana shunday onalarimiz doim qadrda tengi yo'q bo'lib kelgan. Ko'z tegmasin deymiz. Shukrona damlar tavallud ayyom qutlug' bo'lsin. Yig'laylar kishi. Normal ekan. O'ra boring, yana o'raytiring. Sharifat onajon, go'zal betakror qizingiz bilan ozgina suhbat qurdik va siz haqingizda go'zal o'ylar qurdik va aytmoqchi bo'lgan dil so'zlari, dil niyatlari, izhorlari borligini aytdilar. Onajonimizga aytmagan dil so'zlarimiz bor, dil niyatlarimiz bor, tashakkurimiz, minnatdorchiligimiz bor. Shu so'zlarimizni, tilaklarimizni onajonimizga taqdim eting dedilar. Izn berasizmi onajon, dil so'zlarni sizga havola etsam? Minnatdormiz onajon, marhamat, tinglang. Mening qalbimning darmoni, beg'uborim, jannatim onajonim. Sizni bugungi ummat bo'lgan ulug' kuningiz, qarshi olgan 70 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Mehribona bo'ling, onajonim. Ilohim o'ylagan barcha ezgu niyatlaringizga erishib yuring. Hamisha barchamiz hurmatimiz, e'tiborimizda e'zozlanib yuring. Poylar jannatim, duolaringiz sabab biz baxtli insonlar qatoridamiz. Hamisha bizdek yashadingiz, oilam, bolam dedingiz, halol yedirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz. Onajon, bugun hammasi uchun, barchasi uchun rahmat aytmoqchimiz. Dunyo tashlarida ham chiroyli sabr qilib, bizni baxtli, saodatli yashashimiz uchun go'zal tarbiyalar, mehr e'tibor bergan o'zingizda onajon, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Barcha xayrli amallaringiz ajru savoblarini ikki dunyo saodati va go'zal ne'matlari bilan mukofotlasin. Onajon, porlab turgan ko'zingiz, urib turgan yuragingiz dard ko'rmasin. Biz sizni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz. Qalbimning malhami darmonisiz.